Balu 80 talik sinfga qo'yamiz. Teshigimiz tayyor. Teshigimizning teshilgan razmeri 132. Hamma joyda har xil teshiladi. 1 gradus ko'chaga kuvoni bor. Xo'p, turbamizga kelsak, qo'yilayotgan turbamiz tashqarisida mana setkasi bor. Xo'p, izolyatsiya qilingan 100 talik kanalizatsion turba. Xo'p, qo'yilgandan keyin yana ozgincha shel bo'ladi. O'sha shellarni pena qilib yopib yuboramiz. Hozir yana ko'rib orasizlar, qo'yib boramiz videoga. Hop, pena sepish jarayoni. Hoy. Ko'rinmaydi endi penasida. Ama ko'rinyapti aka. O'rtada gips kardon bor. Gips kardondan keyin g'ishtda o'sha g'ishtga olib boramiz. G'ishtga sepamiz penani. Bu yoqqa tashqariga uncha chiqmaydi. Lekin g'ishtda yopishib qoladi. Turban qo'yib bo'ldi. Mana ozgincha shellagan anaqa qoldi. Pena meni chiqib ketmaydi, prizerga alaqtmaydi. Bu gips kardonga anaqa yopishtiriladi, boyagani. Lepuchka. Xo'p, endi oynaga xayr deymiz. Chunki bizga oynaning keragi yo'q, yopib qo'ysak bo'ladi. Chunki bizda brezer bor. Balu SP80. Xo'p, Balu SP80 sinfga qildi turbasi ham mana tushishlari. Bu gips kardon, keyingi sig'ish qotirmasdan turib teshdi. Xo'p, mana. Gips kardonga yaxshi turadi. O'zini ankerlari bilan qotiramiz gips kardonga. Tayyor. Tashqaridagi reshetkasi ko'rinyaptimi yo'qmi?